Assalomu alaykum barchaga aziz do'stlar, obunachilar. Xudo xolasa mana yana bir yangi obyektimizni boshladik. Tomga penalonboz quyish jarayoni. Xo'p, bu hozirgi joyimizda shunday naves qilingan molxonaga. Mana to'sinlar uni ko'rib turganlaringiz, strapli tashalganda ustiga vassa qoqib, salapan tashladik. Shuni ustidan 10 sm qilib quyapmiz. Mana ko'rib turibsizlar, bu taraflarimizni bir qator quyib chiqib oldik, yamab. Shuni salapan tashladik, ustidan quyilyapti. Xudo xolasa shunday holatda turadi. Shunday holatda quysa ham bo'laveradi vaqtinchalik. Keyinchalik bemalol ustidan shipir qoqib yuborsa bo'laveradi. Mana ko'rib turibsizlar, ustida bemalol yuribmiz. Qatishi, boshqasi hammasi yaxshi, yorilishi yo'q. Xudo xolasa yaxshi holatda chiqyapti. Hozir bu penalonbozimizni o'zidan uklon qilib chiqardik. Misol bir tomonimizni 7 qildik, bir tomonimizni 10 dan balandroq qilib uklon chiqarib qo'ydik. Mana qattiqlik holatlari yaxshi, mana zo'r qatidi. Shunday holatda ham turaveradi. Xo'p, bu penalonbozimizda mahsulot tarkibida suv bo'ladi, gips bo'ladi, sement bo'ladi, penas qo'shiladi. Shularning aralashmasi bir boshdan quyilaveradi. Bu quygan narsamiz uzoq 10 minutda qatiydi, qurishiga shu 1 oy vaqt kerak bo'ladi. Mana o'zi pastligini hisobiga baqa qarab oqib kelyapti. Uklon bir tomon uklon qilganmiz suv ketish uchun. Shunday holatda ham quyib qo'ysangiz turib beraveradi 5-10 yil. Keyin ustidan shipir qoqib qo'ysa bo'laveradi. Shunaqa xizmatlar kimga kerak bo'lsa shu ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatimiz vodiy bo'ylab chiroyli qilib quyib beramiz. Rahmat hammaga, sog' bo'lasizlar.